Tabriklaymiz, siz mashina yutib oldingiz. Bu so'zlarni eshitish naqadar yoqimli, shunday emasmi? Kuni kecha omadli vatandoshimiz ana shu so'zlarni eshitdi. Ya'ni Xalq banki tomonidan o'tkaziladigan Sharqona Loto 36.6 lotereyasining navbatdagi g'olibi Tracker avtomobili va 25 million so'm egasiga aylandi. Yutuq egasi buxorolik Faxriddin Fayzullayev Xalq banki tomonidan o'tkaziladigan lotereya o'yinida bir necha yillardan beri ishtirok etib keladi va nihoyat omad kulib boqib bu inson jackpot sohibiga aylandi. Muborak bo'lsin. Tabriklayman. 9-dekabr kuni Xalq bankining Sharqona Loto lotereyasi 198-tirajda 10 talik kombinatsiyalik lotereyadan sotib olib, maxsus kategoriya Tracker avtomobil va 25 million so'm pul sohibi bo'ldik. Lotereya haqqoniy ekan, ana avtomashinalarni qabul qilib oldik. Xalq bankiga hammaga kattakon rahmat aytib qolamiz. Barcha yurtdoshlarimiz o'ynab, omadlarini silashini ko'rib Albatta, bu so'zlarni eshitib sizda ham lotereyada ishtirok etish ishtiyoqi uyg'ongan bo'lsa, ajab emas. Xalq bankining istalgan filialida yoki bo'lmasa Paynet shoxobchalari orqali o'yinning istalgan kombinatsiyasini tanlab omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Xalq banki bilan orzularingizga erishish yanada oson.